navbatdagi mavzu demak parallel chiziqlar. Parallel chiziqlar va ularni o'sha kesuvchisi orqali hosil bo'lgan burchaklar haqidagi masalalar ham juda ham ko'p uchraydi. Dastlab parallel chiziqlarga izoh beradigan bo'lsak, umuman demak planimetriyada to'g'ri chiziqlar yoki kesishadi yoki ular parallel bo'ladi. Demak, ikkita kesishmaydigan to'g'ri chiziqlarga o'zaro parallel to'g'ri chiziqlar deb aytiladi. Mana masalan, ikkita ular kesishmaydigan to'g'ri chiziqlar, ular parallel hisoblanadi. Bu yerda biror bir kesuvchi orqali bu ikki parallel to'g'ri chiziq kesiladigan bo'lsa, turli xil mana burchaklar hosil bo'ladi. Mana birinchi vertikal burchakligiga ko'ra, demak bu ham o'z-o'zidan mana keling, alfa desak, alfaga teng. Beta deydigan bo'lsak, ushbu burchak ham betaga teng. Ushbu demak alfa belgilagan burchagimiz mana yuqoridagi burchakning ham alfa ekanligi kelib chiqadi. Sabab ular demak ichki almashinuvchi burchaklar. Mana birinchi va ikkinchi, mana 1 va 2 burchaklar ichki almashinuvchi deyiladi. Ichki almashinuvchi. Demak, birinchi va ikkinchi burchaklar ichki almashinuvchi. Agar buni 3 deb belgilaydigan bo'lsak, birinchi va 3 burchaklar esa ichki bir tomonli burchaklar deyiladi. Ichki bir tomonli burchaklar. Ichki almashinuvchi burchaklar demak o'zaro teng. Birinchi va ikkinchi burchak ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi esa 180 gradusga tengligini aytib o'tish kerak bo'ladi. Sabab mana ikkinchi va uchinchi burchaklar o'zaro qo'shni bo'lganligi uchun ularning yig'indisi 180 gradus. Ikkinchi burchak birinchi burchakka tengligidan 1 va 3 ning yig'indisi 180 ekanligi mana oddiygina kelib chiqdi. Endi bunga oid masalalarda ham turli xil masalalar bor. Mana ikkita parallel chiziqni, to'g'ri chiziqni kesyapti va hosil bo'lgan birinchi 1 deb belgilangan burchak, ushbu burchak esa 2 deb berilgan. Masala shartiga ko'ra birinchi burchak ikkinchi burchak 2 dan 4 marta katta ekanligi berilgan. Va savol qo'yilyapti: birinchi va ikkinchi burchaklarni aniqlang. Birinchi va ikkinchi burchaklarning kattaliklarini aniqlang. Keling, mana belgilash oson bo'lishligi uchun mana ikkinchi burchakni agar x deb belgilaydigan bo'lsak, tabiiyki birinchi burchakni demak 4x ekanligi ko'rish qiyin emas. X demak birinchi burchak 4x. Vertikal chiziqlarga ko'ra mana ushbu burchak ham x ligi kelib chiqadi. Ichki almashinuvchi burchaklardan mana bu yerdagi pastdagi burchak ham demak 4x ga qo'shni bo'lgan burchak ham x ekanligi kelib chiqadi. Va qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradus. Natijada 5x barobar 180, x barobar 36 gradus. Bu ikkinchi burchakning 36 gradus ekanligi va birinchi burchakni 4 ga ko'paytirib 144 gradus ekanligini osongina demak aniqlash mumkin bo'ladi.